Mana buni ranglarini qarang, xirpirashini qarang. Yozda ham mazza qilib to'polaga chiqqandami? Voy. Mana buni qarang, mana buni. Yozda ham mazza qilib kiyasiz. Sifati juda ham yaxshi. Xitoy mahsuloti, stoyka varatnik. Mana qarang, tuymachalari ham ajoyib. Cho'mchiklari bor ekan. Voy. Olish kerak, buni olish kerak. Ipodrom o'zbek bozor kelasiz. To'g'ri ikkinchi do'kon va to'g'ri 13 do'konda shunaqa zo'r duvoykalarga ega bo'lasiz. Mana buni qarang. Gir aylana rezinka, kiyib yetishga udobli, cho'mchiklari bor. Mana bu og'ir uzunligi ham juda ham yaxshi. Kengligi вообще zo'r. Uzunligini qo'l qarishda hisoblab aytamiz. Bo'y qismini 1, 2, 3, 4, 5 qarishdan sal uzunroq holatda yon tomonni o'lchaymiz. 1, 2, 3 qarishdan sal uzunroq holatda bu anaqa son holatini o'lchaymiz. 1, 2 qarishda qarang. Shunaqa zo'r duvoykalar olmoqchimisiz? Aynan bizning do'konda rang-barangligiga e'tibor bering. Shunaqa ham chiroyli duvoyka bo'ladimi? Mana qarang. Uzunligini o'lchaymiz. 1, 2, 3, 3,5 qarishdan sal uzunroq holatda bel qismini o'lchaymiz. 1, 2, 3 shunaqa zo'r duvoykaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, shaxsan biz shunaqa zo'r skidkalar qilib beramiz. Do'konga kelaveringlar.